Sizdagi bu odatlar aniq homiladorlikni kechiktiradi. Eng birinchisi bu kimdandir yoki nimadandir xafa bo'lib yurish yoki doimiy stress holatida yurish. Buning natijasida bachadon ichki shilliq qavatida joylashgan hujayralar doimiy qo'zg'algan holatda bo'ladi va bachadon hamda tuxumdon kasalliklari kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi, fast food mahsulotlari va gazli ichimliklarni me'yoridan ortiq ko'p iste'mol qilish. Chunki bu ovqatlar tarkibida organizmga kerakli bo'lgan mineral va vitaminlar yetarli miqdorda bo'lmaydi. Bundan tashqari gazli ichimliklar ichish natijasida organizmga kerakli bo'lgan kalsiy miqdori organizmdan chiqarib yuboriladi. Keyingisi kech uxlash. Bu organizmning to'yinmasligi va gormonlar ritmining buzilishiga olib keladi. Shuningdek, kam harakatli turmush tarzi vazn ortishi va qon aylanishining buzilishiga sabab bo'ladi. Agar sizda quyida sanab o'tilgan odatlardan biri bo'lsa, darhol voz keching va tezroq homilador bo'lish imkoniga ega bo'ling.